Bugungi kun yangiliklariga xush kelibsiz. Batafsil ma'lumotni hozir yetkazamiz. O'zbekiston Amerikadan uchadigan avtomobillar sotib oladi. Amerikaning Samsung eski kompaniyasi va Air Tashkent o'rtasida Switchblade uchuvchi avtomobillarini O'zbekistonga yetkazib berish bo'yicha o'zaro memorandumi imzolandi. Rejalashtirilgan buyurtma $60 million baholangan 300 ta avtomobildan iborat. Air Tashkent Switchblade'dan xususiy va tijorat reyslari uchun uchuvchilarni tayyorlashda foydalanmoqchi. Samsung mexaniklarni o'qitish va texnik xizmat ko'rsatishda yordam beradi hamda aviakompaniya va O'zbekiston hukumati bilan avtomobillarni ham yo'llar, ham havo maydonlari uchun sertifikatlash bo'yicha hamkorlik qiladi. 3 g'ildirakli uchuvchi avtomobil Samsung eski Switchblade birinchi marta 2009-yilda namoyish etilgan. 2 kishiga mo'ljallangan ushbu avtomobil yerda 200 km/soat, 124 mil/soat tezlikka erishadi va 5 soniyada 100 km/soat, 62 mil/soat tezlikka erishadi. Havoda u 322 km/soat, 208 mil/soat tezlikka erishadi va bitta bakda 805 km, 500 milya masofani bosib o'tadi. Avtomobildan samolyotga va orqaga otish tugmani bosish bilan atigi 3 daqiqa vaqt oladi.